ishlashni kerak bo'ladi. Zaska qilingan, kirmaydi. Azal joyini kovladik azizlar. Endi polnisda kovlamadik-ku, o'zimizga kerak joyda kovladik. O'sha betdan splashni bu tomondan hozir quyib olamiz. Aplavkasini tayyorlab, setkalarimiz ham bor, armatura ham bor. Hozir ana shu yerga qoqib chiqamiz. Ichkaridan почти 4 kuba tuproq chiqdi hozir. Bu yoqda olib tashladik, yana to'ldi. Bu yoqlar zasipka qildik. Naryoqlar bilan zasipka qilganmiz, yana to'lib qoldi. Mashina ketyapmiz. Simlarni armaturaga polniros bog'lab chiqdik buni. Aplavkamiz tayyor. Beton to'kishga. Qachon bir obyektga bir ishni boshlasak, biz обязательно instrument sotib olamiz-da. Hozir mana bitta mahsulotdan bitta vibrator oldik. 600 ming so'm. 630 ekan, 600 ming so'm qilib berdi. 1 yil garantiya qilib berdi. O'zi bir yilda bir marta ishlatiladigan narsa, endi har doim ham ishlatilmaydi-yu. Avaylab ishlatsa hamma narsa uzoq chidab beradi. Hali bolgarkamiz 12 yil bo'lib ishlatyapmiz. Hozir buni joyiga qotirib, hamma narsamiz tayyor. Boshlaymiz ishda. Aplavkalarni o'rnatdik imkon qadar baquvvat bo'lsin deb. Bu tomoni 15-20, naryoqlari 10, pasti 25 bo'lib ketgan. Lekin razmer bir xil kelyapti. Razmer 45 polnisda kelyapti. Nasib bo'lsa erta bu yoqda quyib ketamiz shu bilan. Uzunasiga quyib o'ylab gapirgan bir tomonni. Sababi bu tomonni qo'yganimizda strapilni ertaga bu tomonga qo'yishimiz kerak bo'lsa, mana bular qirqiladi. Uni bu yoqqa urib, mana bu 4 metrlik stoykalarni hammasini olib, bu tomonni qo'yamiz, keyin narigi tomon, keyin aylanib shunaqa chiqib ketadi. Bir tomoni polni qo'yib bo'lganlar. Bitta ashqamiz bor ekan. Endi bu ashqani keyinchalik qaytarmaslikka harakat qilamiz. O'rtasi bilinmas chiqib qoldi-da, o'rtasi ozgina bilinmas. Chunki bu 20 sm saf nagruskalik qilib, bu yerga o'rtaga upor berdik pastiga. Endi keyingi safar aplavka tayyorlaganimizda buni har bittasini yechib qaytadan strapilni bunaqasiga qo'yamiz hozir, ikkasiga. Shunda bir tashlab yubormasligi uchun. Bilinmas o'rtasi sal chiqib qoldi. Nechos strashna. Uzunligi 7,5 metrlar bo'ldi-da. Endi buni hammasini yechib olib, kesib, mana bu razmerga tayyorlab, bu tomonga qo'yib, bu tomonni tugatamiz. Yaq tugagandan keyin nasib bo'lsa, navbat mana bu tomoniga. Bundan keyin bu betga aylanib borishimiz kerak. Aniga 1.60. Optik hisobda yerdan 2.5 sm olib tashlasak, pastini stechkasini hisobiga 2-5 toz uzoq qoladi.
Endi devorlarni nasib bo'lsa ikkita chetidan demixod teshamiz. Bu tomonidan yo fortichka ochamiz yoki demixod ochamiz. Demixod yoki fortichka bo'lmasa pazali ichidagi havo chiqib ketadigan joyi bo'lmaydi. Ko'rib turibsizlar, hovli tomon. Eng zo'ri bizda kachalka bor ekan, naryoqda suvni o'shani olyapmiz. Aytib o'tganimdek, daryoda bir tomchi suv yo'q naryoqda. Zakatovka qilib oldik, hozir qum olib kelib to'kamiz, bugunga yetarlicha ish bo'ladi o'zi. Dada charchamadingizmi? Uka charchamadingmi? Dadam charchabdilar, gapira olmayaptilar endi. Ha dada, charchadingizmi? Ha, yo'q. Ha, charchadim. Sanchi uka? Xo'las, mana shunaqa ishlar qilib yuribsizlar. Stroykani puli har doim zo'r bo'lgan. Endi salgina charchitsa ham zato puli zo'r bo'ladi. O'shaning uchun sezonda faqat stroykani bosamiz.